Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyning Avstraliyalik Uyg'urlarga qaratgan besimi va bostirishini ayblab bayonot e'lon qildi. Xalqaro kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining eng yangi tadqiqotida bildirishicha, mazkur organ yaqinda Sharq Turkistonga sayohatga borgan Avstraliya fuqarosi va doimlik turishlik Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazgan. Suhbatga qatnashuvchilar Sharq Turkistonga borgandan keyin oilasidagilarni erkin yo'qlay olmaganligini, Xitoy hukumatining faqat qattiq nazorat ostida cheklangan ziyoratlarga yo'l qo'yganligini aytib, o'zlarining qattiq tekshirish jarayonini boshdan kechirganligini bildirishgan. Mazkur dokladda bildirilishicha, Sharq Turkistonga ziyoratga borgan 3 Uyg'ur Avstraliyalik Xitoy hukumati tomonidan bekitilgan mehmonxonaga o'rinlashgan va qattiq nazorat ostida tutib turilib, har kuni faoliyatlarini soqchilarga doklad qilishga majburlangan. Bularning ichida bir Avstraliyalik Uyg'ur o'zining 12 qatimdan ortiq so'roq qilinganligini, bir qatimliq so'roqning 7 soatdan ortiq davomlashganligini va uningdan Avstraliyalik Uyg'ur faoliyatchilarining adresi va telefon nomerlarini berishni talab qilganligini, uningga Avstraliyadagi faoliyatlar jarayonida faoliyatchilarni nazorat qilishga va ularning rasmlarini tortishga besim ishlatganligini bildirgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur Avstraliyaliklarga qartilgan bostirish va qo'rqitishi, Xitoyning Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonunining yo'li qo'yilishi va bu atalmish qonunning 63-moddasi bilan munosabatli ekanligini, atalmish qonunning bu moddasida Xitoy sirtidagi tashkilotlar va shaxslarning Xitoy qonuni bo'yicha qonuniy javobgarlik tortilishi mumkinligi belgilanganligini, shundaqla Xitoyning bu Uyg'urlarni Avstraliyadagi Uyg'ur faoliyatchilarining uchurlarini berishga va ularni josuslik qilishga majburlash uchun qo'rqitish taktikasini ishlatishni asosiy inson haqlariga og'ir darajada xiloflik qilish bo'lib hisoblanganligini ta'kidlab, Xitoy hukumati qo'llangan bu xil bo'zaq qilish va bostirish taktikasining Avstraliyadagi Uyg'ur faoliyatchilari va ularning oilalarini xatarga uchratadiganligini, shundaqla bu xil tahdid silish usuli faqat Uyg'ur Avstraliyaliklarga qo'llanilmasdan, balki Xitoy hukumatining chegara halqagan bostirish strategiyasining bir qismi sifatida bütün Uyg'ur muhojiratiga ishlatilganligini, Avstraliyalik Uyg'urlarning duch kelgan besimi yolg'iz bir voqea emas, balki dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamiyatlarida ko'rilayotgan bir misol bo'lib, Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarni josuslik qilishga zo'rlash va chegara halqagan bostirish taktikasi ekanligini o'ttirib qo'ygan. Qurultay bayonotida yana Avstraliya hukumatini Avstraliyadagi Uyg'urlarni Xitoyning davlat halqagan bostirishidan qo'rqitishga, Uyg'ur faoliyatchilarining xizmatini qo'rqmay davomlashtirish uchun zarur tadbirlarni qo'llanishga chaqirish bilan birga, navbatdagi Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishi va xalqaro jamiyatni oldish uchun rasmiy bo'lib berib, millatining og'ir kunlarga duch kelayotganiga parvo qilmay Xitoyning aldam xalqisiga tushayotgan ba'zi Uyg'urlarga Xitoyning taktikasiga va besimlarga bosh egmaslikka, Xitoyning irqiy qirg'inchilik tarixiy jinoyatini yo'qqa chiqarishi va xalqaro jamiyatni oldishiga yordamlashmaslikka chaqiriq qilgan. Vengriyada o'tkazilgan Buyuk Hun Türk qurultayida Uyg'urlar bilan Hunlarning qarindoshligi o'ttirib qo'yilgan. Vengriyada o'tkazilgan Buyuk Hun Türk qurultayida elib berilgan yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi professor doktor Olimjon Inoyat Vengriyaliklar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi tarixiy va madaniyat bog'lanishlarini ta'kidlab, Vengriya Uyg'ur munosabatining faqat tarixiy yaqinlik masalasi emasligini, balki til, adabiyot, xalq eg'iz adabiyoti va musiqada ko'riladigan o'rtoqliklarning ikki xalq o'rtasidagi madaniyat bog'lanishlarining izlarini saqlaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Professor doktor Olimjon Inoyat til, adabiyot va madaniyatdagi Vengriya Uyg'ur munosabati to'g'risida nomli asarida Vengriyaliklar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi tarixiy va madaniyat bog'lanishlar haqida to'xtalib, ikki xalq o'rtasidagi yaqinlikning tarixiy manbalari va tildagi o'rtoq so'zlardan tortib, xalq rivoyatlari, musiqalari va xalq eg'iz adabiyotigacha bo'lgan har xil sohalarda ifoda qilganligini, hatto Xitoy tarix manbalaridami Uyg'urlarning Hunlar bilan munosabatli bir xalq sifatida tasvirlanganligini va har xil Xitoy xotirlarida yana Uyg'urlarning Hunlardan kelib chiqqanligini ko'rsatganligini, G'arb tillaridagi Hungar ismining turk tilidagi O'nug'ur nomi bilan munosabatli ekanligini, On Uyg'ur so'zining 10 qabila ma'nosini bildirganligini, tadqiqotchi James Hamiltonning qarashlari bo'yicha Oğuzlarning Vengriya jamiyatining shakllanishida muhim bir omil bo'lganligini o'ttirib qo'yib, Vengriyaliklarning tilida saqlanib qolgan Uyg'ur so'zlarini misol qilib o'tgan. Olimjon Inoyat yig'inda o'qigan maqolasida Uyg'ur xalq dostoni Chintemir Botir bilan Vengriya xalq dostoni Oltin Chashti qo'shgizeklar orasida o'xshash voqea va motivlarning borligini,
Her iki an'anada bolalarning yomon niyatli kishilar tarafidan oilasidan ayrilishi va ularning haqiqiy kimligining yillar o'tgandan keyin oshkorlanish qatorliq motivlarning borligini ko'rsatib o'tib, Vengriya cho'chaklardagi yo'l boshlovchi bug'i bilan Uyg'ur dostonlaridagi bo'ri va bug'i shakllari o'rtasida o'xshashliklarning borligini, shundaqla ikki madaniyatning xalq rivoyatlarida ba'zi murosim va e'tiqod elementlarining o'xshash shakllarda ko'ringanligi, buning Uyg'urlar bilan Hunlar o'rtasidagi tarixiy bog'lanishning xotirasi ekanligini ta'kidlab, Vengriya Uyg'ur munosabati birla tarixiy da'vo orqali emas, balki har xil madaniyat sohalaridan misollar va tadqiqotlar, tarixiy manbalar, til, xalq adabiyoti, o'rtoqliklar va musiqa o'rtasidagi bog'lanish orqali ikki xalq o'rtasidagi yaqinlikni texim o'lchamlik tekshirishning zarurligini eskartgan. Professor doktor Olimjon Inoyatning Buyuk Hun Turk qurultayida o'tirib qo'ygan fikri va maqolasi vengriyalik tadqiqotchilarning alayda diqqatini tortgan ve Büyük Hun Türk Qurultayı Vaqfining boshlig'i Andreas Efendi tarafidan alayda olqishga erishgan. Bu qitimqi Büyük Hun Türk Qurultayıga yana Qozog'iston, Turkiya, Germaniya, Angliya qatorliq davlatlardan ko'p sondagi Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, Qozog'istondan kelgan Uyg'ur teatr vakillari, Dünya Uyg'ur Qurultayıning Angliya vakili Rayma Mahmud qatorliq san'atkorlar Uyg'ur madaniyatidan rangdor nomerlarni o'rinlash bilan birga sahnada Sharq Turkistonning oyil tuzliq ko'k bayrog'ini javlon qildirgan bo'lib, Uyg'ur vakillarining sahnasi qurultay tomoshabinlarining alayda diqqatini tortgan va qizg'in olqishga erishgan. Sahnada so'z qilgan Rayma Mahmud xonim mazkur qurultayga kelgan turk dunyosi vakillariga qarindoshlikning, do'stlikning og'ir kunlarda sinilganligini eskartib o'tgan. Qurultay maydonlarga Sharq Turkistonning oyil tuzliq ko'k bayrog'i esilib, otliq chavandozlar qurultay jarayonida ko'k bayrog'imizni javlon qildirgan. Shvetsiyada o'tkazilgan Turkiya xalqlarining madaniyat kuniga Shvetsiya Uyg'ur birligi qatnashib, Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Shvetsiyaning Stokgolmda 16 avgust kuni o'tkazilgan Turkiya xalqlarining madaniyat kuniga Shvetsiya Uyg'ur birligi qatnashib, Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Bu fəaliyyətni Şvetsiya Uyğur Birliyi, Qozog'iston Abay Cəmiyyəti, Özbekistan Hicran Cəmiyyəti, Qırğız Cəmiyyəti, Tatar Cəmiyyəti, Ukrayna Cəmiyyəti və Türk Cəmiyyəti qatarlıqları həmkarlaşıb ötküzgən bo'lib, zal ziyaretçiler bilan liq to'lgan. Fəaliyyət jarayonida Şvetsiya Uyğur Birliyi tərəfindən Uyğurlarga münasibətlik hər xil tillardagi kitoblar, jurnallar, rasmlar va boshqa madaniyat buyumlari ko'rgazmaga qo'yilgan bo'lib, bu qatnashchilarning alayda diqqatini tortgan va naq maydonda qatnashchilar va tadqiqotchilarning savollariga javob berilgan. Fəaliyyət oxirida Uyg'urcha milliy kiyimlarini kiyishgan xonim-qizlarimiz Sharq Turkistonning oyil tuzliq ko'k bayrog'ini sahnaga ilib chiqib, butun tomoshabinlarning qizg'in qarshi elishiga erishgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining yaponiyaliklarga Sharq Turkiston da'vosi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyati davom qilmoqda. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining yaponiyaliklarga Uyg'ur da'vosi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyati uzluksiz davom qilayotgan bo'lib, mushu oyning 15-kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati Tokyodagi eng avvat nuqtalarning biri Xitoyning zardisini qayintirgan o'rin Yasukuni ibodatxonasi oldida faoliyat o'tkazib, Sharq Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va assimilyatsiya siyosatini yaponiyaliklar va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarga tanishtirgan. Faoliyat jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtiradigan manga kitoblar va har xil tashviqot materiallarini tarqatgan bo'lib, bu Yasukuni ibodatxonasiga kelganlarning alayda diqqatini tortgan va Uyg'urlarga hisdoshligini bildirishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.